Chortoq tuman axborot kutubxona markazi tomonidan O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar romanini tanishtirib o'tamiz. Tushda kechgan umrlar o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimovning qalamiga mansub roman. Ushbu roman yozuvchining ijodidagi 3 va so'nggi romanidir. 1993-yil yozib tugatilgan roman ilk bor Sharq yulduzlari jurnalida seriallashtirilgan kitob o'laroq 1994-yil Toshkent shahrida Sharq nashriyotida chop etilgan. Mashhur adib O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar romanini o'tgan asrdagi qatag'on voqealari, Sovet Afg'on urushining achchiq manzaralari, qurbon bo'lgan o'zbek o'g'lonlari, o'zbek ishi kabi alamli tarixni hikoya qiladi. Muallif voqealar zanjirini bir-biriga ta'sirli ravishda bog'lab boradi. Tushda kechgan umrlar Hoshimovning eng taniqli asarlaridan biridir. Roman tanqidchilar tomonidan yaxshi kutib olingan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad. Romanni naloqat hayajonsiz o'qib bo'lmaydi. U kitobxonni larzaga soladi. Xalq boshiga kulfat solgan, boshqa narsa solmagan, qonli urushni boshlagan telba urushqoqlarga dil-dildan qarg'ish yog'diradi deya yuqori baholagan. So'nggi marta 2024-yili Nurli Dunyo nashriyotida 15,000 nusxadan 288 betli yumshoq muhovadan nashr etildi. Romanda bosh qahramon Rustamning fojiaviy qismati orqali Afg'on urushining ma'nosiz mohiyatini ifoda etilgan. Butun umri davomida totalitar rejim siyosatining qalqonli va qilichi sifatida ish ko'rgan. Necha minglab halol odamlar dilini jarohatlagan, yostig'ini quritgan. Komissar ham o'ziga xos fojiaviy obrazdir. Bu kimsaning fojiasi shundaki, u o'zi o'lib borgan qora ishlarni haq deb biladi. Shuningdek, asarda Qurbonay xola obrazi bo'lib, u boshiga tushgan qiyinchiliklarni matonat bilan yenggan o'zbek ayoli timsolida gavdalanadi. Qolaversa, asarda Rustamning ayoli Shahnoza obrazi bo'lib, u erining o'limidan o'zini aybdor hisoblaydi. Aziz kitobxon, ushbu romanni albatta o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz.